iyul oyida pensiya olish jadvali bo'yicha yangiliklar va tartibdagi o'zgarishlar ko'pchilik pensionerlarni xavotirga solmoqda. Men bugun aynan shu masalani oddiy, tushunarli va batafsil qilib tushuntiraman. Pensiya qachon tushadi? Kimning sanasi o'zgarishi mumkin? Kimga bu ta'sir qiladi? Kim esa ortiqcha xavotir olmasligi kerak? Bu ma'lumot juda muhim. Chunki u nafaqat pensionerlarga, balki ularning farzandlari, nevaralari, qarindoshlari, ya'ni oilada pensiya puliga qarab reja qiladigan hamma odamlarga tegishli. Agar siz pensiya olsangiz yoki uyingizda pensiya oluvchi ota-onangiz, buyingiz, bobongiz bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga qaysi holatda kutish kerak? Qaysi holatda bankka yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerak? Qanday hujjatlar kerak bo'lishi mumkinligini aniq aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'lib qo'ying va videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar vaqtida yetib borsa, odamlar ortiqcha sarson bo'lmaydi. Avval qanday edi? Ko'pchilik pensionerlar yillar davomida o'z pensiyasini taxminan bir xil kunlarda olib kelgan. Masalan, kimdir har oyning 5 sanasida, kimdir 10 sanasida, kimdir 15 sanasida kartasiga pul tushishini kutgan. Naqd pul oladiganlar esa pochta yoki yetkazib beruvchi xodim qaysi kun kelishini oldindan bilib, shu kunga uyda bo'lishga harakat qilgan. Shuning uchun odamlar kommunal to'lov, dori-darmon, oziq-ovqat, qarz, to'y-hasham, davolanish xarajatlarini pensiya sanasiga qarab rejalashtirgan. Endi esa iyul oyida pensiya to'lov jadvali qayta ko'rib chiqilgani haqida gap so'zlar ko'paydi. Bu nimani anglatadi? Bu degani hamma pensionerning pensiyasi bekor bo'ladi yoki pul kechikadi degani emas. Eng avvalo shuni aniq tushunib olish kerak. Jadval qayta yozilishi ko'pincha to'lovlarni tartibga solish, banklar va pochta tizimi yuklamasini teng taqsimlash, ayrim hududlarda sanalarni moslashtirish, dam olish kunlari yoki bayram kunlari bilan to'qnash kelgan to'lovlarni oldinroq yoki keyinroq amalga oshirish uchun qilinadi. Oddiy qilib aytganda, ilgari bir mahallada juda ko'p pensionerga bir kunda to'lov tushgan bo'lsa, bank bo'limida navbat ko'paygan. Pochta xodimi bir kunda juda ko'p uyga borishga majbur bo'lgan. Ayrim pensionerlar esa ertalabdan kechgacha kutib, pulni o'sha kuni ola olmagan. Shunday vaziyatlarning oldini olish uchun jadval qayta taqsimlanishi mumkin. Bu jarayonda ayrim odamlar pensiyasini odatdagidan 1-2 kun oldin olishi, ayrimlar esa 1-2 kun keyin olishi mumkin. Men bu yerda eng muhim narsani alohida aytaman. Agar sizning pensiya huquqingiz bor bo'lsa, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, karta ishlayotgan bo'lsa va siz doimiy tarzda pensiya olib kelayotgan bo'lsangiz, jadval o'zgarishi pensiyangiz yo'qoladi degani emas. Jadval faqat pul berish sanasi va tartibiga ta'sir qilishi mumkin. Lekin aynan shu sananing o'zgarishi ham ayrim oilalar uchun katta masala. Chunki ko'p pensionerlar dori-darmonni kunma-kun olib yuradi. Ayrimlari ijara to'laydi. Ayrimlari farzandlariga yordam beradi. Endi kimlar bu masalada ko'proq e'tiborli bo'lishi kerakligini tushuntiraman. Birinchi navbatda pensiyani bank kartasi orqali oladigan pensionerlar o'z kartasiga SMS xabarnoma ulanganmi yoki yo'qmi? Shuni tekshirish kerak. Chunki ayrim odamlar pensiya tushganini bilmay bankka borib navbatda turadi. Keyin esa pul hali tushmaganini eshitib qaytadi. Agar SMS xabarnoma bo'lsa, pul tushgan zahoti xabar keladi. Agar SMS kelmasa, bank ilovasi orqali yoki bankomatdan balansni tekshirish mumkin. Masalan, Toshkent viloyatida yashovchi 18 yoshli onaxon har oyning 7 sanasida pensiya olib kelgan deylik. Iyul oyida jadval o'zgargan bo'lsa, uning pensiyasi 7 sanada emas, 9 sanada tushishi mumkin. Bu yerda vahimaga tushish kerak emas. Lekin 10 yoki 11 sanaga kelib ham pul tushmasa, unda bankdan, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limidan yoki mahalla orqali aniqlashtirish kerak bo'ladi. Chunki kechikish faqat jadval sababli emas, karta muddati tugagani. Hisob raqamda texnik muammo bo'lgani yoki shaxsiy ma'lumotlarda nomuvofiqlik chiqqani uchun ham bo'lishi mumkin. Ikkinchi guruh pensiyani naqd shaklda oladigan pensionerlar. Bu toifadagi odamlar uchun jadval o'zgarishi yanada sezilarli bo'ladi. Chunki naqd pul uyga yetkazilsa, yetkazib berish yo'nalishi o'zgarishi mumkin. Bir mahallaga pochta xodimi ilgari 5 sanada kelgan bo'lsa, endi 6 yoki 8 sanada kelishi mumkin. Agar pensioner o'sha kuni uyda bo'lmasa, pulni olish yana kechikadi. Shuning uchun naqd pul oladiganlar mahalla raisi, pochta bo'limi yoki yetkazib beruvchi xodimdan yangi jadvalni oldindan so'rab olish kerak. Keling, yana bir hayotiy misolni ko'ramiz.
Bir bobo 20 milyon 200 ming so'm pensiya oladi. U har oy 300 ming so'mini doriga, 250 ming so'mini kommunal to'lovlarga, 400 ming so'mini oziq ovqatga, qolganini esa nevaralariga va mayda xarajatlarga sarflaydi. Agar pensiya odatdagi 10 sana o'rniga 12 sanada tushsa, atigi 3 kunlik kechikish ham uning dori olish rejasiga ta'sir qiladi. Shuning uchun men pensionerlarga doim aytaman. Pensiya sanasi o'zgarishi mumkin bo'lgan oylarda kamida 3-5 kunlik dori va zarur oziq ovqat zaxirasini oldindan tayyorlab qo'yish kerak. 3-guruh yaqinda pensiyaga chiqqanlar. Bu toifadagilar jadval masalasida eng ko'p adashadi. Chunki ular hali qaysi kunda pul tushishini aniq bilmaydi. Pensiya tayinlangandan keyin birinchi to'lov ba'zan odatiy jadvaldan farq qilishi mumkin. Masalan, fuqaro iyun oyining oxirida pensiyaga chiqqan bo'lsa, iyul oyidagi birinchi to'lov qayta hisob-kitob bilan kelishi mumkin. Ba'zan birinchi oyda to'lov hujjatlari yakuniy tasdiqlanishi sababli pul keyinroq tushadi. Keyingi oylarda esa barqaror sanaga o'tadi. 4-guruh plastik kartasini almashtirgan yoki bankini o'zgartirgan pensionerlar. Mana shu yerda juda ko'p muammo chiqadi. Odam kartasi muddati tugaganini bilmaydi. Yangi karta oladi. Lekin yangi karta rekvizitlari pensiya tizimiga to'liq bog'lanmagan bo'lishi mumkin. Natijada pensiya chiqarilgan bo'lsa ham pul vaqtida kartaga tushmaydi yoki eski hisob raqamga yo'naltirilgan bo'lishi mumkin. Agar siz yaqinda kartangizni almashtirgan bo'lsangiz, albatta bankdan hisob raqamingiz faol ekanini tekshiring va pensiya jamg'armasiga yangi ma'lumotlar yetib borganiga ishonch hosil qiling. 5-guruh. Boshqa hududga ko'chib o'tgan pensionerlar. Masalan, odam Samarqanddan Toshkentga ko'chdi, lekin ro'yxat, yashash manzili, pensiya hujjatlaridagi hududiy ma'lumotlar yangilanmadi. Bunday vaziyatda to'lov jadvali ham, xizmat ko'rsatuvchi bo'lim ham o'zgarishi mumkin. Ayrimlar men doim olib kelganman, nega endi kechikyapti deb hayron bo'ladi. Sababi oddiy. Tizimda sizning manzilingiz va xizmat ko'rsatish bo'limingiz yangilanmasa, to'lov jarayonida qo'shimcha tekshiruv paydo bo'lishi mumkin. Endi kimlar ortiqcha xavotir olmasligi kerak. Agar sizning kartangiz ishlayotgan bo'lsa, oldingi oylarda pensiya muntazam tushgan bo'lsa, telefoningizga bank xabarnomasi kelayotgan bo'lsa, hujjatlaringizda o'zgarish bo'lmasa, siz faqat jadvaldagi yangi sanani kutishingiz kerak. Bir kun kechikdi deb darhol vayma qilish shart emas. Lekin 3 ish kunidan ko'proq kechiksa, ayniqsa atrofingizdagi pensionerlarga pul tushib sizga tushmagan bo'lsa, unda albatta aniqlashtirish zarur. Yana bir nozik masala bor. Ba'zan odamlar ijtimoiy tarmoqlarda iyulda pensiya berilmaydi, hammaning puli ushlab qo'linadi, yangi ro'yxatdan o'tmaganlarga to'lanmaydi kabi gaplarni tarqatadi. Men ekspert sifatida bunday xabarlarga ehtiyotkorlik bilan qarashni maslahat beraman. Rasmiy manbadan tasdiqlanmagan har qanday xabar odamlarni sarosimaga soladi. Pensiya kabi muhim masalada faqat pensiya jamg'armasi, bank, mahalla yoki rasmiy davlat xizmatlari orqali olingan ma'lumotga tayanish kerak. Endi istisnolar haqida gaplashamiz. Jadval o'zgarganda hamma odamga bir xil tartib qo'llanmasligi mumkin. Ayrim hududlarda to'lov bank kartasiga oldinroq tushadi. Naqd to'lov esa keyinroq yetkaziladi. Ayrim joylarda aksincha, naqd to'lovlar logistika sababli birinchi navbatda bajariladi. Bu mahalliy sharoit, banklararo texnik jarayonlar, pochta yo'nalishi va pensionerlar soniga bog'liq. Dam olish kunlari ham katta rol o'ynaydi. Agar siz odatda 6 sanada pensiya olsangiz, lekin 6 sana yakshanbaga to'g'ri kelsa, to'lov oldingi ish kunida yoki keyingi ish kunida amalga oshirilishi mumkin. Bu kechikish emas, kalendar bilan bog'liq texnik holat. Shuning uchun har oyda sanani tekshirayotganda faqat raqamga emas, o'sha kun ish kunimi yoki dam olish kunimi, shunga ham qarash kerak. Bayram kunlari bo'lsa, vaziyat yanada boshqacharoq bo'ladi. Bayram oldidan banklarda ham, pochta tizimida ham yuklama ortadi. Odamlar naqd pul yechadi. To'lovlar ko'payadi. Davlat idoralarida ish kuni qisqarishi mumkin. Shunday paytlarda jadval oldindan qayta tuziladi. Maqsad pensionerlarni pulsiz qoldirish emas, aksincha imkon qadar to'lovni uzluksiz yetkazishdir. Lekin amalda ayrim pensionerlarga sana o'zgarishi sezilishi mumkin. Yana bir muhim jihat, pensiya miqdori va pensiya sanasini aralashtirmaslik kerak. Jadval qayta yozilishi odatda sizning pensiya miqdoringiz kamaydi yoki oshdi degani emas. Agar pul miqdori odatdagidan kam tushsa, bu alohida tekshiriladigan masala. Masalan, qarzdorlik bo'yicha ushlab qolish bo'lishi mumkin.
ortiqcha to'langan summa qaytarilishi mumkin. Aliment yoki boshqa ijro hujjatlari bo'yicha chegirma bo'lishi mumkin. Lekin oddiy jadval o'zgarishi pul miqdorini o'zgartirmaydi. Shuningdek, ishonchnoma orqali pensiya oladiganlar juda e'tiborli bo'lishi kerak. Agar pensioner o'zi borolmasa va pensiyani farzandi yoki qarindoshi ishonchnoma bilan olsa, ishonchnoma muddati tugamaganini tekshirish zarur. Juda ko'p holatda odam pul tushmadi deb o'ylaydi. Aslida esa ishonchnoma muddati o'tgan yoki bank qo'shimcha tasdiq so'rayotgan bo'ladi. Agar ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, yangi hujjat rasmiylashtirilmaguncha pulni olish qiyinlashadi. Nogironligi bo'lgan pensionerlar, yolg'iz yashovchi qariyalar va yotib qolgan bemorlar uchun alohida e'tibor kerak. Bunday odamlarda bankka borish, hujjat yig'ish, mahallaga chiqish oson emas. Shuning uchun men ularning yaqinlariga murojaat qilaman. Iyul oyida pensiya sanasi o'zgargan bo'lsa, ota-onangiz yoki buyingizni yolg'iz qoldirmang. Telefon qilib so'rang, kartasini tekshiring. Kerak bo'lsa bankka birga boring. Pochta xodimi keladigan kunni aniqlab bering. Firibgarlik xavfi ham bor. Jadval o'zgargan paytda firibgarlar faollashadi. Ular telefon qilib, pensiyangiz to'xtab qolmasligi uchun kartangiz raqamini ayting. SMS kodni yuboring, yangi jadvalga kiritish uchun pul o'tkazing deyishi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman. Hech qachon kartangizning to'liq ma'lumotlarini, SMS kodni, PIN kodni hech kimga aytmang. Pensiya jadvaliga kiritish uchun hech kim sizdan telefon orqali pul so'ramaydi. Rasmiy idora xodimi SMS kod so'ramaydi. Agar shunday qo'ng'iroq bo'lsa, darhol suhbatni to'xtating. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, odatdagi pensiya sanangizni yozib qo'ying. Masalan, men har oy 8 sanada olaman deb yodda saqlash bilan kifoyalanmang. Daftarga yozing yoki telefoningizga belgilab qo'ying. Keyin iyul oyida shu sana dam olish kuniga to'g'ri keladimi, bayramga yaqinmi? Shuni tekshiring. Agar to'g'ri kelsa, 1-2 kun farq bo'lishi mumkinligini oldindan hisobga oling. Ikkinchi qadam, kartangizni tekshiring. Bank kartangiz muddati tugamaganmi, bloklanmaganmi, SMS xabarnoma ishlayaptimi? Bankomatda balans ko'rinadimi? Shularni aniqlang. Agar kartangiz muddati tugagan bo'lsa, uni darhol almashtiring. Yangi kart olganingizdan keyin bank xodimidan pensiya tushadigan hisob raqam aynan shu kartaga bog'langanmi deb so'rang. Faqat karta qo'lda borligi yetarli emas, hisob raqam faol bo'lishi kerak. Uchinchi qadam, agar pensiya 3 ish kundan ortiq kechiksa, jim o'tirmang, avval bankka murojaat qiling. Bankdan pensiya to'lovi kelganmi yoki yo'qmi? Hisob raqamda muammo bormi deb so'rang. Agar bank bizga mablag' kelmagan desa, keyingi qadam pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilish. U yerda shaxsiy ma'lumotlaringiz, to'lov holati, jadvaldagi sana va ehtimoliy sabablar tekshiriladi. 4-qadam, kerakli hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Odatda pasport yoki ID karta, pensionerlik guvohnomasi bo'lsa, bank kartasi, telefon raqam, yashash manzili bo'yicha ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Agar ishonchnoma orqali murojaat qilinayotgan bo'lsa, ishonchnomaning asl nusxasi yoki notarial tasdiqlangan hujjat kerak bo'ladi. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, yaqinlari mahalla yoki tegishli idoradan qanday tartibda vakillik qilish mumkinligini so'rash kerak. 5-qadam, yozma murojaat qilishni biling. Og'zaki so'rash ba'zan yetarli bo'lmaydi. Agar muammo cho'zilsa, ariza yozing. Arizada ism, familiyangizni, tug'ilgan sanangizni, pasport yoki ID ma'lumotlaringizni, pensiya turini, odatda qaysi sanda olishingizni, aynan qaysi oyda to'lov kechikayotganini aniq ko'rsating. Iyul oyi pensiya to'lovi belgilangan muddatda tushmadi. Sababini tushuntirib berishingizni va to'lov holatini tekshirishingizni so'rayman deb yozish mumkin. 6-qadam. Mahalladan foydalaning. Ko'p odamlar mahallaga faqat ma'lumotnoma uchun borish kerak deb o'ylaydi. Aslida yolg'iz yashovchi pensionerlar, nogironligi bo'lganlar, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar bo'yicha mahalla ko'p hollarda yo'naltirish berishi, tegishli tashkilot bilan bog'lanishda yordam berishi mumkin. Agar pensionerning o'zi idora yurishga qiynalsa, mahallaga murojaat qilish eng to'g'ri yo'llardan biri. 7-qadam, xarajat rejangizni moslashtiring. Agar pensiya sanasi o'zgarish mumkinligi haqida xabar bo'lsa, iyul oyida katta xaridlarni pensiya tushadigan aniq kundan oldin rejalashtirmang. Masalan, kimdandir qarz olib, ertaga pensiya tushadi, qaytaraman demang. Chunki jadval 1-2 kun siljisa, siz noqulay vaziyatda qolasiz. Dori-darmon,
non, un, yo'q elektr va gaz to'lovlari kabi zarur narsalar uchun kichik zaxira qoldirishga harakat qiling. 8-qadam, farzandlar va qarindoshlar mas'uliyatli bo'lsin. Ko'p qariyalar telefon ilovasidan foydalana olmaydi. Bankomatdan qo'rqadi, navbatda turishga qiynaladi. Agar sizning ota-onangiz pensiya olsa, ularga o'zingiz bilasiz deb qo'ymang. Iyul oyida bir marta bo'lsa ham kartasini tekshirib bering. Bankdan xabar kelgan-kelmaganini ko'ring. Kerak bo'lsa yangi jadvalni yozib, muzlatkichga yoki ko'rinadigan joyga yopishtirib qo'ying. 9-qadam. Rasmiy manbani tekshiring. Ijtimoiy tarmoqdagi har bir xabarga ishonmang. Agar kimdir hamma pensioner qayta ro'yxatdan o'tish shart desa, darhol ishonib hujjat ko'tarib yugurmang. Avval pensiya jamg'armasining rasmiy e'lonlarini, mahalla xabarlarini, bankning rasmiy ma'lumotlarini tekshiring. Agar shubha bo'lsa, telefon orqali yoki shaxsan murojaat qilib aniqlashtiring. 10-qadam. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Men buni yana bir bor takrorlayman, chunki juda muhim. Hech kimga SMS kod bermang. Hech kimga kartangiz orqasidagi kodni aytmang. Hech qanday jadvalga kiritish to'lovi degan narsa bo'lmaydi. Agar sizga pensiyangiz kuyib ketmasligi uchun hozir pul o'tkazing deyishsa, bu firibgarlik belgisi. Bunday holatda yaqinlaringizga ayting, bankka xabar bering. Kerak bo'lsa huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qiling. Men yana bir amaliy tavsiyani beraman. Agar siz pensioner bo'lsangiz, barcha muhim ma'lumotlarni bitta daftar yoki papkada saqlang. Bank kartasi qaysi bankniki, karta muddati qachongacha, pensiya odatda qaysi sanada tushadi. Pensiya jamg'armasi bo'limining manzili, bank bo'limi telefon raqami, farzandlaringizning telefon raqami, mahalla mas'ulining telefon raqami. Bular oddiy narsaga o'xshaydi, lekin muammo chiqqanda vaqtni juda tejaydi. Agar pensiya miqdorida farq sezsangiz, masalan har oy 20 million 500 ming so'm olgan bo'lsangiz, iyulda 20 million 300 ming so'm tushsa, buni ham alohida tekshiring. Ba'zan qayta hisob-kitob ushlab qolish oldingi ortiqcha to'lov. Bank komissiyasi emas, balki boshqa ijro hujjatlari sabab bo'lishi mumkin. Har qanday holatda taxmin bilan xulosa qilmang. Bankdan ko'chirma oling. Pensiya jamg'armasidan izoh so'rang. Yozma javob talab qilishga haqqingiz bor. Agar siz naqd pul olsangiz va yetkazib beruvchi xodim kelmasa, darhol pensiyam berilmadi deb vahma qilmang. Avval pochta bo'limiga yoki mahallaga murojaat qiling. Ehtimol sizning ko'changiz bo'yicha yetkazish kuni boshqa sanaga o'tkazilgandir. Lekin bir necha kun davomida hech qanday izoh bo'lmasa, unda rasmiy murojaat qiling. Naqd to'lovda pensionerning uyda bo'lishi, hujjatini ko'rsatishi, ba'zan imzo qo'yishi kerak bo'ladi. Shuning uchun belgilangan kunlarda uyda bo'lishi muhim. Iyul oyida pensiya olish jadvali qayta ko'rib chiqilgan bo'lsa, bundan asosiy ma'no shuki, ayrim pensionerlar pensiyasini odatdagi sanadan biroz oldin yoki biroz keyin olishi mumkin. Bu pensiya bekor bo'ladi yoki hammaning puli kamayadi degani emas. Lekin karta, hisob raqam, ishonchnoma, manzil, dam olish kunlari va naqd to'lov tartibi kabi nozik jihatlar muammo keltirib chiqarishi mumkin. Men sizga tavsiya qilaman, pensiya sanchani tekshiring. Kartangizni nazorat qiling. 3 ish kundan ortiq kechikish bo'lsa, bank va pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Hujjatlaringizni tayyor tuting va hech qachon firibgarlarga SMS kod bermang. Eng muhimi, qariyalarimizni bu jarayonda yolg'iz qoldirmaylik. Sizning hududingizda iyul oyida pensiya qaysi sanada tushyapti? Oldingi oylar bilan farq bormi? Izohlarni yozib qoldiring, boshqalar ham o'z hududi bo'yicha solishtirib ko'rsin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga albatta yuboring.